Umraga birinchi marta ketyapmiz, nimalarga e'tibor beraylik deyilibdi. Birinchi navbatda litsenziyaga e'tibor beringlar. O'zbekistonda taxminan 14 ta firmada litsenziya bor va bu firmalarni tanlaydigan bo'lsangiz, inshaalloh sizni umra safaringiz muammolasiz o'tadi. Ikkinchisi, agar siz bilan yosh kattalar ketayotgan bo'lsa, iloji boricha mehmonxonalarni yaqinroq joydan tanlayvering. Shu narsaga e'tibor bering. Yosh kattalar agar uzoqroq masofada mehmonxona oladigan bo'lsangiz, u yerda avtobus bo'ladi. Avtobus stoyankaga olib boradi sizni, haram tomondagi stoyankaga. Keyin siz haramga yana taxminan 500-700 metr piyoda bosishingiz kerak bo'ladi. Siz bilan bizga balkim yarashadi, lekin yosh kattalarga bu noqulaylik tug'diradi. Uchinchi narsa, bu reyslar. Toshkentdan to'g'ri Saudiyaga, O'zbekistondan Saudiyaga uchadigan reyslarni tanlaylar. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Xo'p, ba'zi firmalar Dubay orqali uchadi. Toshkentdan Dubayga uchasiz, keyin siz Madinaga, Makkaga uchasiz va bu o'rtadagi davlat sizga noqulaylik tug'diradi va ortiqcha vaqt oladi. Iloji bo'lsa, to'g'ri Madinaga uchadigan reyslarni tanlash kerak bo'ladi. Mana shunday bo'ladi inshaalloh. Keyin o'zbek milliy taomlari bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. 14 kun davomida siz turk yoki bo'lmasam arab yoki bo'lmasam pokistonliklarning ovqatini yeydigan bo'lsangiz, ba'zi insonlarning oshqozonida muammolar paydo bo'ladi. Shuning uchun o'zbek milliy taomlari bor bo'lsa, paketning ichida. Bu ham qo'shimcha bir qulaylik. Agar siz firma tanlashda ikkilanayotgan bo'lsangiz, biz sizga musaffo turni taklif qilamiz. Hamma yuqorida aytgan sharoitlar bor, qulayliklar bor, litsenziya bor, mehmonxonalar yaqin, to'g'ri Madinaga uchadigan reyslar va o'zbek milliy taomlari. Bundan boshqa sizga nima kerak? Qanday savollaringiz bor? Savollaringiz bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz, inshaalloh hamma savollaringizga javob berishadi yoki bo'lmasam, link orqali ro'yxatdan o'ting va telefon raqamingizni qoldiring. Operatorlar o'zlari sizga bog'lanib, barcha savollaringizga javob berishadi.